Salam salam do'stlar, yaxshimi? Men Almira. Yangi vlogimni ko'rishinglar qizg'in qarshi olaman. Ballar, nim bo'lib ketdingiz? Almira yo'qab ketdingiz, juda ketdingiz deyishinglar mumkin. Bu oy bu kunlarda sal bog'chani ishlarini qilib aldirashib ketdim, o'zinglar bilasizlar-ku, Shuning bilan birga, lekin shu doyingi japat tortib, bir zopinglarni tortib, ishlab chiqarib, uni buni qilib bersak, ne foydasi? Ya denzamgonjuni to'yin yo'qkan, vijon. Faqat xo'shaqmaydigan bo'lib qoldi. Amaliyotda sizlarga mushta payziyalarni tunishtirib berish bilan birga aslanib foydalanmasın degan yerimiz bor. Bo'lmasa o'zimizli berib, o'zimizli ishlatib ya o'zimizli ilib degandek o'zimizli chiroyli bo'lsak bo'lali berdi. Bizlarga ishlarimiz tushib qolmaydi. O'zimiz yolg'iz go'zal bo'lsak, lekin hamda hammamiz o'rtaq foydalanib boshqa do'stlarimiz bilinmay qolsa deb shunchalik japalarda bir vloglar ishlab birimiz. Hey ballar, bu vloglarni ishlaganga bu qarshi taraflar bizga 1 million pul vermaydi. Ya bir boyib ketmaymiz. Bularni bunday qilib to'ygan ishlarini qilib berganga, lekin shunday bo'lsin bu bilmay qolmasin do'stlarimiz. Hamma odam bilsin, bir odam 10 odam bilgandan 1000 odam 1 million odam bir xil bilib olgan yaxshi deb mana shunda payzi jopinglarni tortib bergan keyin o'xshash denzam go'njolan qilib jo'an falan qilib qo'ymamsizlar deyman. Bizning ajrimiz bor-ku. Bo'lmay qolsa mana jopinglar ishlash faqat xo'shaqmay qoldi ekan. Juma ballar. Nima ish bo'lib ketdi desanglar, miyada ilaqay. Nim chiroyli deb bir do'kon ochqanti shayda do'stim. O'ng tarafimda turgan chashlar uzun do'stim. Ammo sol tarafga 40 chash do'stim tundinglar qicham. Bu zarina oyoqlarda bir oyoq do'konni ochqanti. Bek modib ketgan to'g'ayli qizara HM alay balay tumir qalaylarning oyoqlarini. Aslında do'konning beqqiniga mana buni ma kiyim-kechak do'konni bizningki shayda do'stimiz nimchiroyli deb bir do'kon ichib olib qaranglar. Bu kiyim-kechakning hammasi cho'ng kichik yosh bir to'lardan tatib hamiz o'xshashli yanalab 99 qo'y. Bilay, anglamadim nimanglar zo'gologo chemen biyo cho'go. Shuning bilan hamma kiyimlarning hammasi 99 qo'y. Ala 99 qo'y, sata 99 qo'y degan mush kiyim-kechaklarni men berib tatqan vaqtimda mush kiyim-kechaklar batdi. Masal vaqroq chiqir qoldim. Bir-birlab kiyib berganlarim bor mana. O'zinglar ko'rib yilinglar qaysi yarashdi, qaysi yaxshi ko'rdinglar. Yana o'xshash bilgan chunki xat qoldirib qo'ysin. Qat'iy unutib qolmanglar. Men ajrimiz uchun anaqa ketmingizlar. Sizlarga bir o'tirib 5 minut ko'rib bo'lgan bilan bizning necha kun vaqtimiz, necha soat vaqtlarimiz ketar ekan. Balkim biz qilib bering dedikmi, o'zingiz qilib, endi bunday ekansiz deyishinglar mumkin. Ayni vaqtda mushu doying vlog sohasi kirmasda anaqa manganlaringizni, tug'anlaringizni, to'yga borganlaringizni, kiyganlaringizni, jasanganlaringiz tot bering deb kuchli talablarga asosan bulab ketgachga mushu yo'l kirib qolgan bolalarchi bizmi do'qo. Shuna bilan hamda qo'llaydan qo'lab 20 keyin to'xtab qolsangizlar, bizmi to'xtab qilishni xohlaydi ekanmiz. Ertaga onasingiz nada olgandingiz, manasingiz nada olgandingiz deb so'rasanglar, deb bermayman, achchig'im kelib qolsa. Shuninga mana oxirgacha ko'rib, unda tenzam go'rjulan qilib jon falan qaytinglar. Mana shunga o'xshash har payzi, har satang mushoylaqa abay dedim-ku, zaralaning, anikin ularning, bularning kiyim-kechaklarining hammasini demak, bular elaqay nobud qilitamdi yoki to'xtatib qo'yamdi ularniki zavod paotlar bilmadim ish qilib bu do'stlarim nimni o'ylaydi ekan. Yomon azan akir yutibdi biz shu markalik do'konlarning orasida az degan 300 necha qo'ydi, 200 necha qo'ydan oldigan mana bu kiyimlarning hammani ala 99 qo'y qilib qapti qizlar. Ana lekin rost bu shayda do'stim, o shayda do'stim Shinjon Uyg'ur avtonom rayonida yashab etib qaranglar. Kiyim-kechak sohasida bir necha yillarlab ketdi, 10 yilga yaqin bo'lib ketdi. Butun ishkirdan kiyim-kechaklarni akirib, setib degandek eng payzi, eng satan kiyimlarni sotdi. Chu asli. Shuni ular yanalam keng do'stlarimiz, bilamay qolgan do'stlarimiz, fuqanmay qolgan do'stlarimiz o'rtaq foydalanmasin. Yaxshi sifatli kiyim-kechaklarni azam akir biray deb mana mushunda bir do'konni ashiliqi tatlim oyoqlarining beqini qila açdi. Sizlar bilasizlar u ko'chani xalifaning beqindagi sichoniki ichida bu. Men sizlarga oldindan bir adresini deb bergan bu yana xilijiqlar bilgatinglar-ku. Anadagi mana mushunga o'xshash ma'laqi do'konlarni ochmoqchi bo'lgan do'stlarimiz vahshiychiq izlab yutibdi. Hozir nim dedi Qashqarga, Xotanga, Ko'rliga, Kuchaga Andekin şayağa dedim oşlayalagi findiyalarını içip optu mana başqalarga jamoat do'konlarini beribdi. Agar yana boshqa yurtdagi do'konlarni ochimiz deydigan do'stlarim, ay darhol bo'linglar, buning faqat jiq dasmi ketmaydi, ammo lekin do'koninglar bo'lsa, adil cho'nchoq qo'yib jazozga kiyim-kechak ismli qo'ysanglar, ay 99 qo'y mushtapayz ko'ylaklar, mushtapayz kiyim-kechaklar bor. Hozirda butun yangiliklar kelib ketdi. Haftada bir yangiliklar keldi, ba'zida necha kunda bir yangiliklar keldi. Men Urumchiga do'stlar bo'lsa pat berib turinglar. Boshqa do'stlarimiz bo'lsa ashadagi do'konlar ichilgan hamatlam tikkidi beringlar degandekchimi. Agar mishta do'konni ichib, men kiyim-kechakni azam pul bo'lsa-mu, men setib chiqarib qimmat yortay deydigan
uyuңlar bo'lib qolsa, mush şeydə dostumni ostiga pastga at qilib qo'yman, qo'ngchon chiqir qo'yman. Chiroyli do'stim bilan o'zinglar aloqalashib, paranglashib, mungdashib qilinglar juma. Ana degan mushta to'y to'kinlarga kiydigan, odatda turmushliklarda kiydigan, xizmat o'rinlarida kiydigan kiyim-kechaklar vahshiylikka, o'zimizning yaxshi ko'rishiga oid bosanglar bilan. Endi men putumga oyoqni so'rasanglar tatlimda bajima. Ha, mush nim chiroyli degan mush şeyda degan do'stimni izlaysizlar bo'lsa, eng oxirgacha ko'rpagininglar ko'pdan ko'p rahmat. Diyensang, qo'njujon faqirishni unutqamanlar. Xayr xo'sh.